Ulamolar ishonchning 3 ta martabasi borligini aytadi. Birinchisi Allohga topshirish, tafviz. Ikkinchisi Allohning qazosiga taslim bo'lish. Uchinchisi Allohga tavakkul qilish. Demak, tafviz, taslim va tavakkul. Bitta-bittadan ko'rib chiqamiz. Tafviz, ishingizni Allohga topshirishingiz. Masalan, sizni qandaydir bir kattaroq ishxonangiz bo'lsa, yuridik ishlarni bajarishga vaqtingiz, toqatingiz bo'lmasa, bir odamga o'zingizning nomingizdan doverенность yozib berasiz. Generalniy doverенность. Va bu odam endi sizning nomingizdan hamma ishlarni bajarib yurishi mumkin. Dogovor tuzadi, birovga pul va'da beradi, birovga bir narsani bir bajarishini, mas'uliyatini zimmasiga oladi. Demak, ana shu siz doverенность berayotgan odamga tamomiy ishonsangizgina unga shu doverенностьni bera olasiz. Tushunarlimi? Ishongan odamingizga bunday narsani topshira olasiz. Vakolat ishongan odamga beriladi. Muomaladagi asosiy narsa ham mana shu ishonch. Bir odam ikkinchi odamga mashina sotadi, inningga pulini beraman deydi, bo'ldi, olib ketavering deydi. Nimaga? Ishonsa-da, tanimagan odamga topshiradimi ishini? Yo'q. Endi birodarlar, eng ishonchli zot kim? Alloh subhanahu va taolomi? Sizni ishonchingizga Allohdan ko'ra loyiqroq biron bormi? Yo'q. Va ufawwidu amri ilalloh, innalloha basirun bil ibad. Men o'zimni ishimni Allohga topshirdim. Men ishimni Allohga topshirdim. Astagfirullah. Allohu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu minallohi haditha. Qarang. Yolg'iz Allohdan o'zga hech qanday iloh yo'qdir. U sizlarni hech shak shubhasiz qiyomat kunida to'playdi. Allohdan ko'ra rostgo'yroq kim bor? Ya'ni Allohdan ko'ra ishonchliroq kim bor? Bilasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali payg'ambar bo'lmaslaridan avval Quraysh orasida yashar ekanlar, laqablari As-Sodiq Al-Amin edilar. As-Sodiq, hech qachon yolg'on gapirmagan, doim rost gapirgan, Al-Amin, ishonchli. Allohdan ko'ra rostgo'yroq, Allohdan ko'ra ishonchliroq kim bor? Agar bizda iymon, ishonch martabasi bo'lsa, iymonimiz, ishonchimiz o'rnida bo'lsa, har qanaqa ishimizni Allohga topshiramiz. Va man awfa bi ahdihi minalloh. Allohdan ko'ra ahdiga vafodorroq kim bor? Qarang. Alloh taolo Qur'onda mana Fil surasida aytadi. Astagfirullah. Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil. Robbingiz, Parvardigoringiz fil egalariga qanday muomala qilganini ko'rmadingizmi deyapti. Biz ko'rdikmi? Muhammad alayhisalom ko'rdilarmi? Yo'q. Shu yerda alam tasma. Robbiz fil egalariga qanday muomala qilganini eshitmadingizmi desa to'g'riroq bo'lmasmidi? Qur'onda keldi, eshitdik, ha bo'pti. Tarix kitoblarga yozilibdi, Abrohani armiyasi Ka'bani buzaman deb kelganida fillar bilan Alloh taolo vayron qilgan edi. Demak, agar Alloh taolo ko'rdingizmi emas, eshitdingizmi deganda to'g'riroq bo'larmidi? Nima uchun Alloh taolo alam tasma, eshitmadingmi demadi, balki ko'rmadingmi dedi. Eshitdik, tarixda o'qidik, ma'qul bo'lar edi, ammo Alloh taolo ko'rmadingmi dedi. Ulamolar aytishadi, Ikhbarullohi azza va jalla yaqinun ka yaqinil mushahada. Allohning bergan xabarlari aniq ishonchdir, xuddi ko'rilgan narsa ishonch bo'lganidek. Men fil egalarini vayron qildim dedimi? Alloh shunaqa ishonchli zotki, shunaqa rostgo'y zotki, Alloh shunaqa degandan keyin biz ko'rganimizdek ishonishimiz kerak. Muhammad alayhisalom shunday rostgo'yki, kim Alloh uchun bir narsani tark qilsa, Alloh unga zo'rroq narsani beradi desa, shunaqa qattiq ishonishimiz kerak. Bizda yo'qdi unaqa ishonch. Birni bersang Alloh 10 qilib qaytarib beradi. 700 qilib qaytarib beradi deb Alloh aytayapti, payg'ambar aytayapti.
Shunda ikkilanyapmiz-da. Bo'larmikin? O'shuning uchun bo'lmayapti-da bizniki. Mana Ali roziyallohu anhuni qaranglar. Ali roziyallohu anhu bir dona onorni olib uyga kelyapti. Mashhur qissa. Bir dona onorni olib ketyapti. Yo'lda bir tilamchi kelib turib, Alloh uchun bir xayr qiling dedi. Endi Ali roziyallohu anhuning ishonchi aniq. Agar Alloh uchun bersa, Alloh 10 barobar qilib qaytarib berishiga. Biz bera olmaymiz biz. Chunki kecha aytdik-ku. Hadisda aytildi, o'zingni qo'lingda turgan narsaga bo'lgan ishonchingdan ko'ra, naq turgan pulingga ishonganingdan ko'ra, Allohning va'dasiga ko'proq ishonsang, haqiqiy tavakkulchi bo'lasan. Bir yil 5 tonna sulik ko'mirni tushirib qo'ydim. Katyolni zo'lini qo'ydim. Bir yil qishdan zo'r chiqaman. Aniqmi? Mo'sh otilib ketar katyoling. Mo'sh ko'mir yonmay qolar. Mo'sh yo'q. Siz olib qo'ygan ko'miringizni katyolga shu darajada ishonasizki, aniqda yaxshi chiqishingiz. Qayoqdan bilasiz? Meni deydi falon joyda akam bor dedi. Lyubo problemamni hal qilib beradi deydi. Alloh o'ziga kelmaydi. Allohga tavakkal deb turib akasiga bormaydi. Shu darajada ishonadiki, o'sha akasiga o'sha ish tushgan kuni qarasa akasi ishdan ketib qoldi-da. Ya akasi o'lib qoldi-da. Ya akasi ishga kelmay qoldi-da o'sha kuni. Ali roziyallohu anhu bir dona onorni tilamchiga berdi. Tavakkal ketdi. Uyiga keldi. Mashhur qissa. Qani onor? Ha, bir Alloh uchun bir so'radi, berdim. Fatima onamiz ham payg'ambarimizning qizi. Xo'p, yaxshi bo'pti deb turuvdi, eshik taqillab qoldi. Borib eshikni ochsa, bir odam qo'lida xolta bilan turibdi. Yarim soat o'tdi, yo 1 soat o'tdi. 1 yil o'tmadi. Bilasizlarmi? Ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va lahum yahzanun oyatini o'qiganmiz. Ogoh bo'linglar. Allohning valilari bor, Allohning do'stlari bor. Kim ular? Alladina amanu va kanu yattaqun. Ikkita sifati bor Allohning valisini. U vali havoda uchmaydi. Suvda suvda yurmaydi. Birdaniga yo'qolib paydo bo'lmaydi. Bizda qayli odam. Vali Allohning do'sti bo'lishda ikkita sharti bor. Iymon va taqvo. Allohga valiligingiz qancha yaqin bo'lsa, iymoningiz, taqvoingiz kuchaysa, valiligingiz yaqinroq bo'ladi Allohga. Allohga qancha yaqin bo'lsangiz, mukofotni kelishi ham tezlaydi sizga. Yaxshi ishingiz uchun. Jazoni kelishi ham tezlaydi xatoingiz uchun. Shuni yaxshilab tushunib olinglar. Payg'ambarimizning sahobalari 50 ta kamonchi Uhudda tushib ketdi, xato qildi, jazosi razi keldi. Nima uchun? Ular valiyatda Allohning avliyolari edi. Xato keldi, darrov jazosini berdi. Endi valilarga qilgan savob ishiga mukofot ham tezda keladi. Ali ibn Abi Talib valimi, vali emasmi? Avliyoulloh ular. Payg'ambarimizning amakkivachchasi, payg'ambarimizning eng kichkina sahobasi birinchi o'g'li iymonga kelgan. Rasulullohning kuyovi, Fatima Zahroning eri, Hasan va Husaynlarning otasi. Karomatni qarang. Endi bu avliyo bo'lgandan keyin qilgan bitta yaxshiligini mukofoti kelishi ham tez bo'ldi. Nima uchun tez bo'ldi? Nima bilan berdi? Ishonch bilan berdi. Haligi eshitadi turibdi odam taqillatib. Mana bu dedi xoltani ko'rsatib. Allohdan payg'ambarga keldi. Payg'ambardan sizga keldi dedi. Qo'liga berdi. Olib qarasa onor. To'xta dedi. Shuni to'kib sanadi. Bir xolta, sanasa 9 ta. Ishonchi shu darajadaki al-hasanatu bi ashri amsalha oyatini o'qiganda bitta hasanat 10 barobar qilib beriladi ajr deganiga ishonchi komilda. To'xta dedi. 9 ta yo'namayapti, biz 2 taga ham jon deymiz. 3 taga ham jon deymiz, do'ppimizni osmonga irg'itamiz. To'xta dedi. Allohdan payg'ambarga kelgani rostmi? Rost. Payg'ambardan menga kelgani rostmi? Rost. Unda yana bitta onor bo'lish kerak dedi. Hali odam chiqarib berdi, sizni sinamoqchi edim deb. Qayoqdan bildingiz deganida, axir o'qimaganmisan? Al-hasanatu bi ashri amsalha. Bitta qilingan hasanat 10 barobar qilib beriladi degan. Endi tushunyapsizlarmi, nima uchun bizni qilgan yaxshiliklarimizni mukofoti kelish kechikadi? Chunki qilib turib qaytamikin?
Demak, alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil dedi Alloh. Parvardigoringiz fil egalariga qanday muomala qilganini ko'rmadingizmi? Yo'q, biz ko'rmadik. Biz eshitdik, Alloh aytdi. Lekin Alloh aytgani biz ko'zimiz bilan ko'rgandan ko'ra ishonchliroq bo'ladi. Ma'qulmi? Qilingan bitta yaxshilikka 10 barobar mukofot beriladi dedimi? Ishonamiz. Qanchalar ishonchingiz qattiq bo'lsa, nima qilasiz? As-siqa, ishonch. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning keyingi hadisiga quloq tutamiz. Va yigitlar, bu darslarchi mana qalbimizda tag-tagida turgan muammolarni hal qiladi. Yuragimiz siqilib, qo'rqib, vahimaga tushamiz-ku, shunga o'xshagan qo'rquv chiqib ketadi. Aniq ishonasiz, Allohga tavakkal qilgan el na talqonni va na qalqonning g'amini yer. Payg'ambarimiz aytadilar, sallallohu alayhi vasallam, ma taraka abdun lillahi amron la yatrukuhu illa lillah illa awwadahu Allahu minhu ma huwa khayrun lahu minhu fi dinihi va dunya. Qarab ko'ring, hayotingizda shu bo'lganmi biror marta? Banda bir narsani Alloh uchun tark qilsa, Alloh unga tark qilgan narsasidan ko'ra dinida va dunyosida u uchun yaxshiroq bo'lgan narsani evaz qilib beradi. Alloh uchun tark qildingiz, qo'rqqaningizdan tark qilmadingiz. Bir zarardan qo'rqib tark qilmadingiz. Bir foydani o'ylab turib tark qilmadingiz. Tark qildingiz Alloh uchun. Agar Alloh uchun tark qilgan bo'lsangiz, aniq ishoning, Alloh sizga tark qilgan narsangizdan yaxshirog'ini beradi. Faqat u tark qilganingiz birovdan qo'rqqaningiz uchun emas. Bir narsadan mukofot umid qilganligingizdan emas. Bir zarardan qutulish uchun emas. Alloh uchun tark qiling. Ikkita aka-uka ota eshikda qolgan, bittasi chiqib ketish kerak. O'zi ikkalasining ham haqqi bor. Shunda uka aytadi: "Aka, sizni bolalaringiz ko'proq menikidan ko'ra. Meni bolalarim hali mayda. Sizga qolsin eshik" deydi. Hech qanday da'vo yo'q, sizga deb chiqib ketadi-da, Alloh unga, ukaga otaning eshigidan 2-3 barobar bo'lgan yaxshiroq narsani beradi. Guvohi bo'lganmisizlar shu narsani? Nima uchun tark qiluvdi u? Nima uchun tark qiluvdi? Akam mendan ko'ra bezbetroq, jizn chiqib ketaman demaydi. Undan ko'ra men chiqib ketay deb emas, Xudo uchun tark qiladi. O'shuning uchun so'radim-da, hayotingizni qarab ko'ring-da, biron narsani shunday qilib tark qilganmisiz Alloh uchun? Rasululloh aytibdilar, banda bir narsani Alloh uchun tark qilsa, bu yerdagi eng asosiy narsa Alloh uchun tark qilsa, Alloh unga mana shu tark qilgan narsasidan ko'ra dinida va dunyosida u uchun yaxshiroq bo'lgan narsani evaz qilib beradi. Agar Rasulullohning mana shu so'ziga ishonchingiz komil bo'lsa, ine kecha olasiz bir narsadan. Ishonchingiz komil bo'lsa, Allohning toatiga iqbol qila olasiz. Shunda hamma narsa keladi. Va'dalar albatta ustingda haq bo'ladi. Misol, kerakmi? G'or egalari, Ashobul Kahf 309 yil g'orda uxlashdi. Nima uchun bunday bo'ldi? Chunki ular aniq ishonishgan edi. "Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu" degan edi Alloh. Kim Allohga tavakkul qilsa, bu odamning ishi Allohning qo'lida. Bular nimani tark qilishgan edi? Nimani Alloh uchun tark qilishgan edi? Bular saroydagi zodagonlarni, aristokratlarni, kiborlarni bolalari edi. Saroydagi huzur, halovatlik, kayf, safo hayotini tark qilishdi. Kim uchun? Alloh uchun. Mukofot qanaqa bo'ldi? Mo'jiza bo'lib 309 yil g'orda uxlab tirilishdi. Ularni qiynagan, ularni iymonli imtihonga solganlar o'lib ketganiga 300 yil oldi. Shuning uchun tark qilish kerak Alloh uchun. Sahobalar Makka-i Mukarramani, tug'ilib o'sgan shaharini tashlab chiqib ketishdi. Madina Munavvaraga hijrat qilishdi. Alloh taolo nimani berdi ularga? Butun dunyoga ustozlarga aylantirib qo'ydimi? Hech kim tanimaydigan sahroyi, teze hidi kelib turgan, tuya hidi kelib turgan, o'qish yozishni bilmagan, kambag'al, nochor arablarni butun yer yuzidagi hamma xalqlarga ustoz qilib qo'ydimi? Kim deyaptilar Rasululloh?
Alloh uchun bir narsani tark qilsa, Alloh unga tark qilgan narsasidan ko'ra yaxshirog'ini ato qiladi. Dinida ham, dunyosida ham. Allohning roziligi uchun hamma yo'g'ingizni sarf qilasiz, keyin hamma narsaga ega bo'lasiz. Yer yuzida bironta odam bormiki hozirda tushida o'g'lini so'yayotganini ko'rsin. Turib, o'g'lim, men sizni tushimda so'yayotganimni ko'rdim, nima qilaylik desa, bolasi aytsin, otajon, Alloh buyurgan ishni qiling. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Ibrohim alayhissalom tushida o'g'lini so'yayotganligini ko'rdi. 85 ga kirganda ko'rgan bir dona bolasi bor. Yoshi 100 ga yetib qolgan paytda 10-12 ga kirgan bolasini so'yayotganligini ko'rdi. Alloh uchun tark qildi shu farzandining muhabbatini. Nima bo'ldi? Alloh taolo mukofot berdimi? Pichoq kesdimi, tomog'iga qo'yib tortuvdi? Yo'q, orqasidan yana bitta Ishoq ismli o'g'ilni berdi. Tug'maydigan birinchi ayoli Sorani Alloh taolo tug'adigan qilib qo'ydi. Muammo nimada ekan? Nimada ekan muammo? Ishonchimiz zaifligida. Ibrohim alayhissalomning Allohning rahmatiga bo'lgan ishonchi komil edi. Ana shu buyrug'ini orqasida bitta hikmat borligiga ishonchi aniq edi. Buyrug'ini bajardi, natija qanaqa bo'lganligini hammamiz bilamiz. Endi zamonaviyroq misolga o'taylik. Mashinangizga o'tirdingiz, jildingiz, gazni bosdingiz, tezlayapti. 20 kilometr ko'rsatdi, tablo 40, 60, 100, 120, 150 ga chiqdi. 150 ga chiqqaniga ishonganligingiz uchun ro'lni ushlaysiz. Chart bo'la olmaysiz ikki tomonga, chunki chiqib ketasizda yo'ldan. Ana shu tablodagi 150 ga ishonganligingiz uchun ro'lni nima qilyapsiz? Aniq ishonasiz. Harom puldan voz kechsangiz, harom tijoratdan yuz o'girsangiz, Alloh uchun. Alloh sizni quruq qo'ymaydi. Aniq ishonsangiz, keyin tark qila olasiz. Seni iymoning ishonchingga barobar bo'ladi. Iymoning 5% mi? Ishonching ham 5% bo'ladi. Iymoning 20% mi? Ishonching ham 20% bo'ladi. Iymoning 80% mi? Ishonching ham 80% bo'ladi. Iymon darajangiz ko'tarilgani sari ishonch darajangiz ham ko'tarilib boradi. Shunda iymoningiz ko'tarildi, ishonchingiz ham kuchaydi. Endi shu paytda sizni qilgan ishlaringizni odamlar tushunmaydi. Ko'pchilik odamni aqliga sig'maydigan ishlarni sizga buyursa, shart qilasiz va aniq ishonasiz. Alloh sizni tashlab qo'ymaydi. Allohni tanigan bir musulmon savdogar keladida, ana shu atrofidagi savdogarlarni urf-odatiga amal qilmaydi. Aytadiki, yo'q deydi, bu ishda deydi shubha bor deydi. Buni qilmayman deydi. Deydi atrofidagilar, hamma qiladi shunaqa deydi. Bunaqa qilmasang foyda qila olmaysan deydi. Bunaqa qilmasang katta foydadan qolib ketasan deydi. Pulingni muzlatib qo'yasan deydi. Aqling joyidami deydi. Haqiqatan bir qarasangiz, aqli bor odam shunaqa qiladimi? U musulmon savdogar aniq biladi, aniq ishonadi. Agar Allohga itoat qilib, Alloh aytgandaqa savdo qilsa, Alloh uni tashlab qo'ymaydi. Hech qachon zoyi qilib qo'ymaydi. Bu odamlarda qilayotgan ishlari, odatlari Allohning hukmiga teskari kelib qoladi. Mana shu o'rinda mu'min boshqalardan ajralib qoladi. Hamma unday qil, bunday qilma, bunday qil, unday qilma desa ham, ularda gapga quloq solmaydi. Shu o'rinda bir misol. Shu Amerikada katta bir tijoratlar yurgizgan bir savdogar bilan bizdagi bir yigit o'tirib gaplashib qolgan. 3-4 ta savdogarlar. Endi o'sha Amerikada katta biznes, millionlagan dollarlari bor, dindor, Alloh tanigan odam. Haligi odam bilan gaplashib o'tirib, o'sha ukalar o'zlari aytib beruvdi. Biz endi bu dunyo miqyosida biznes qilayotgan odam bizga bir zo'r bir maslahatlarni beradi, zamonaviy ish yuritish uslublarini beradi, biznes yo'llarini o'rgatadi deb o'tirib, ruchkasini, daftarini qo'yib o'tiribdi. Bizga biznesda nimalarga e'tibor berishimiz kerak, maslahat bering deydi. Desa, haligi odamning aytgan birinchi gapi bu bolalarda aqlini o'chirib qo'yadi.
Hech qachon bu narsani kutmagan bo'ladi u odamdan. Nima deydi? Aytadiki, avvalambor qilayotgan tijoratinglardan tushgan foydani bir qismiga Allohni sherik qilinglar deydi. Bu Amerikada, Yevropada, G'arbda biznes qilib yurgan odamdan boshqa narsani kutgan bo'lar. Mononga vложение qilinglar, mo kursga qaranglar, monon qilinglar, kriptovalyuta trading deyishini kutgan. Lekin bu odam aytganki, qiladigan ishinglarda topgan foydani bir qismiga Allohni sherik qilinglar deydi. Ya'ni 100 so'm foyda topsanglar, 20 so'mi Allohniki deylar. Ajratinglar va o'sha 20% ajratib turib, ehson qilyapmiz demanglar. Bu Allohning haqqi deb ajratinglar. Shunda tijoratinglar zo'r ketadi deydi. Halol tijoratda shariat ko'rsatgan yo'l bilan qilib turib, tushgan foydani bir qismini Allohning haqqi deylar. Allohni sherik qilinglar deydi. O'sha 5%ni, 10%ni, 20%ni Allohning haqqi dedingizmi? Endi uni chiqarayotganda ehson qilyapman demang, sizniki emas endi u. Kimniki u? Allohniki. Demak, birodarlar, sizni ishonchingiz iymoningizga bog'liq bo'ladi. Iymoningiz qancha kuchaysa, ishonchingiz shuncha kuchayadi. Alloh azza va jalla ishonchi quvvatli bo'lgan mu'minlardan bo'lishimizga tavfiq bergan bo'lsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.